bor. Hozir Ibrohim Halil yo'ldosh to'p bilan Alisher Odilovga yana uzatma amalga oshirildi. Jarima maydonchasi ichida variantlar bor. Ibrohim Halil yana Ibrohim Halilning o'ziga to'p qaytariladimi? Yo'q. Alisher Odilov, Iskandarov. Yana Jamshid. Yaxshi zo'r uzatma. Odilov zarba. Xavfli. Oho! Assist. Alisher Odilovdan assist. Gol esa Marushich tomonidan kiritildi. Va bu yerda jamoa Jahon chempionatiga yo'l olayotgan terma jamoamiz chog'iga chiqib olish kerak. Shunga harakat qilyapti. Endi boshqa futbolchilarda ham imkoniyat bor, ammo Odilov rostdan Cannavaroning e'tiboriga bejiz tushgan yo'q. Mana bu pasga e'tibor bering. Birinchisi ham chiroyli chiqdi, ikkinchisi ham zo'r chiqdi. Peritsa bo'ladimi, Marushich bo'ladimi, Neftchi markaziy hujumida o'ynasa gol uryapti.